Namangan tumanida yashovchi ayol tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda Namangan shahrida yashovchi fuqaro o'zini mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimi sifatida tanishtirib, 4000 AQSh dollari evaziga Saudiya Arabistoni davlatiga katta haj ziyoratiga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida xabar bergan. Ma'lumotga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurash bo'limi hamda departamentning Namangan tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs Chortoq tumanidagi aviakassalardan birida ishlashi ma'lum bo'ldi va u ariza muallifi 4000 AQSh dollari pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Yana bir holatda Mingbuloq tumanida faoliyat yurituvchi sayyohlik firmasida ishlovchi ikki fuqaro 6000 AQSh dollari evaziga Saudiya Arabistoni davlatiga katta haj ziyoratiga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot olingan. Namangan tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati hamda departamentning Namangan tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Mingbuloq tumanida yashovchi ushbu fuqarolar ariza muallifidan 6000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi tegishli qismlari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yuzasidan Namangan tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.